O'zbekistonda yagona M6 mashinamizni bugun sotuvimizda. Assalomu alaykum, men Bozor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda Y63 haqiqiy M S85 V10 5 litr 507 ta ot kuchiga ega bo'lgan mashinamiz sotuvimizda. Xo'p, mashinamizni 0 dan 100 razgoni 4 sekund o'rtoqlar, tasavvur qilasizlarmi? Xo'p, mashinamizning oldi optikalari restyling. Tomimiz to'liq karbon. Zavod taraflama kuchaytirilgan opornik supportlari. Juda ham приятный rangi, ko'rishingiz mumkin. Vishnoviy rang. Ayniqsa ham quyoshli kunlarda yuvib chiqilsa, juda ham ko'chadagi hamma nigohni o'ziga tortadi. Xo'p. O'rtoqlar, trassamiz ham juda ham приятный. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salon qismiga o'tamiz. Mashinamiz kupe bo'ladi. Salon qismini qaranglar. Nemislar nemislar. Juda ham sifatli koja ishlatilgan, akustika sistemasi ham karbon o'rtoqlar. Xo'p. Har taraflama e'tibor berilgan mashinamizga. M rejimida turibdi mashinamiz. 136 ming yurgan. Rullarimiz elektronniy. Joystick qaranglar. Qanaqa chiroyli ishlanganini. Gap yo'q o'rtoqlar. Kelib qiziqishga bo'lsa ham bitta haydab ko'ringlar. Har qatda aytasizlar qanaqa mashinaligini. Xo'p, o'rtoqlar. Shunaqa yaxshi mashina qidirib yurgan yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Narxi $49,900. Shunaqa mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Sog' salomat bo'linglar. Olgan odamga yaxshi kunga xizmat qilsin. Rahmat.